Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Navbatdagi Cobalt avtomobilga qilingan ishlarni tanishib chiqamiz. Xo'p. Angrendan tashrif buyurishgan obunachilarimiz, xo'p. Pultni o'zini shtatniy pultiga qulflaganda oyna ko'taradigan ovoz qo'yib berganmiz. Pultda qulflasak oyna ko'taradi. Ovoz bilan yopadi. Plus pultda qulflaganimizdan keyin o'zini o'zi ahlana qiladi bu. Xo'p. Bilasizlar, ko'p ovoz platalar faqat ochayotganda ishlaydi, bu ahlana ham qiladi. Hozir turib ko'ramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, ahlana ovozi ishladi. Bunda pult o'tatsak, mabodo mashinamiz o'toldi. O'taganini bildirib, xuddi 906-907 larga o'xshab chimatda ovoz berib qo'yadi. Bu avtomobil o'taganini bildiradi. Keyin bizda eshikni ochganimizda vakuum bo'lmasdan oson yopilishligi uchun trekker oyna relay qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldingilarida kalta tushardi. Hozir mashina o'tab turgan hisobiga 14,5 voltligiga ko'proq tushyapti bu. Xo'p, keyingisi pultimizning ovozini eshitlaring, qulflaymiz. Ochamiz. Endi kimgadir shu ovoz kerak bo'lmagan payt bo'lib qolsa, buni mashina o'chirib olamiz. Ovoz o'chirish mumkin. Buning uchun ochish knopkani 5 marotaba ketma-ket bossak, 1 2 3 4 5. Ovozsiz qulfladi. Ovozsiz ochdi. Endi signalizatsiyani qaytadan ishga tushirish kerak bo'lsa, yana 5 marotaba ketma-ket ochishga yopsak, bossak, 1 2 3 4 5. Bo'ldi, pultimiz ishladi, signalizatsiya ham ishladi. Hop, bunga qo'shimcha yana o'sha o'zimizning trendga olib chiqqan bagaj platamiz. 1 2 bagaj ochildi. Xohlasa, ushbu Cobaltga qilgan ishlarimiz 1,170,000 so'mga bitdi. Albatta bu narxga bitmaydi, chunki hozir Ramazon aksiyasi ketyapti. Ramazon aksiyasida 20% chegirmamizni qilib berdik. Ramazondan keyin xuddi shu ishlarimiz, ya'ni pult signalizatsiyasi, oyna relay, trekker relay, bagaj plata, plus Malibu signalni cheres kulchatir qo'yib berganmiz. O'ziniki ham, Malibuniki ham chaladigan qilib, signal ham ichida, uстановkalari bilan, kulchatiri bilan hammasi 1,170,000 ga bitta, xudo xolasa. Cobaltimiz tayyor, akalarimiz yo'lga chiqishadi. Xudo xolasa oxir tilaymiz, iftorlikka yetib olsa kerak. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib ishlaytirib berishga harakat qilamiz. Cobaltimiz tayyor.